Avvalambor assalomu alaykum safarchi elim, safarchi qishlog'im. Mana bugun 2026-yil 21-mart kuni qishlog'imizda katta Navro'z bayrami bo'lib o'tmoqda. Barchangizni kirib kelayotgan bahor fasli bilan chin qalbimdan tabriklayman. Siz kutgan daqiqalar estradamizning yorqin yulduzi, o'zining kuy va qo'shiqlari bilan ustozlar izdan borayotgan san'atkor do'stimiz, Instagram, YouTube olamida millionlab muxlisga ega san'atkor do'stimiz Shohruxjon Nazarovni taklif etib qolamiz. Guldiroz qarsalaringiz bilan. Bizga ko'z tegmasin. Avvalambor assalomu alaykum. Safarchi elini. Sizlarni mana bugun chiroyli Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni ko'rib turganimdan bag'oyatdan xursandman. Sizlar bilan diydor ko'rishtirganimiz sababchilari 97-yil qadrdon do'stlarimiz orqali sizlar bilan mana diydor ko'rishtirganimizdan bag'oyatdan xursandmiz. Yana bir bor Navro'z bayrami muborak bo'lsin deymiz. Yurtimizga ko'z tegmasin. Yurti tinch, elni hamisha to'yi, bayrami doim bo'lgan. Mana shunaqa yurtimiz barqaror bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin. Yurtboshimizni umrlari uzoq bo'lsin. Yana bir bor Navro'z bayrami bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Barchaga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Qo'shiqlarimiz siz aziz mehmonlar uchun bo'ladi. Marhamat. Yana bir bor Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Bir bahor bo'lganda beqaror edi, elga ish qolganda beg'ubor edi. Bir go'zal kulganda betakror edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Bu olis 18 yoshimda edi. Şeyde zarf payoni hech ko'rinmasdi. Tonggacha kezardik, oy erinmasdi. Bizlarga baxtlab qushlar tilmasdi. Olis 18 yoshimda edi. Olis 18 yoshimda edi. Kezardik, oy erinmasdi. Bizlarga baxtlab qushlar tilmasdi. Olis 18 yoshimda edi. Olis 18 yoshimda edi.
Sekiz yaştaman yillab Olis 18 yoshida Bir bahor bo'lganda beqaror edi Olis 18 yoshimda